Tez yordam chaqiruv markazi 215. Assalomu alaykum. Alo. Yoshroqni chaqiring, Tez yordam chaqirtirmoqchimisiz? yo'q, qiz bola chaqirtirmoqda. Tushunmadim, nimaga? Sabab? Sizga tez tibbiy yordam kerakmi? 103 ga chiqyapsiz siz. Assalomu alaykum, labay tez yordam tashkilotimi? Qalaysiz? Alo. Qizlar bog'i. Qalaysiz deyapman. Скорый помощь eshitaman, labay. Skori pomosh? Da. Skori pomoshga. Pomosh kerak bizga. Skori pomosh. Pomosh kerak. Qarab gapiring, skoriga tushyapsiz. Nima xizmat kerak sizga? Biror yordam kerakmi? Bittasi kerak. Bitta kim kelyapti? O'ylab gapiring, javob berishingiz bor ertaga. Javob любой joydan ham javob beradi. Assalomu alaykum. Tez yordam, assalomu alaykum. Qayerda ishlaysiz? Qayerda ishlashimni bilib telefon qilyapsizmi? Menga qarang, nomeringizni berasiz, men general prokuraturga chiqaman. Hozir kimligini bilib olaman. Tez yordam. Nomeringizni bering menga. Tez yordamga telefon qilyapsiz. Nomeringizni bering menga. Nomeringizni bering menga. Nima uchun beraykanim? Tez yordamga telefon qilyapsiz-ku. Sen nima o'yin qilyapsan? Ichim bilib ol, nima o'yin qilyapsan? Nomeringizni menga. Men prokuraturga chiqaman. Men nimani o'yin qilyapman? Sen hamma xonaga kirib chiqyapsan. Kimsan? Kimsan? Nima tushunmayapsiz? Siz nima maqsadda telefon qilyapsiz? Bu videoning nomini bemalol "Men nima uchun uzoqlarga javob bermayman" degan savolga javob sifatida joylashim mumkin. Chunki afsuski oramizda uyatsizlar o'zini muomalasini, ya'ni uyda opasiga, singlisiga, ayoliga, onasiga qiladigan muomalasini ko'chada ko'rsatib qo'yadigan mana shunaqa madaniyatsizlar bor. Va ular afsuski xuddi o'sha izohlarda yozadigan insonlar qanaqa nikdan, o'zini shaxsiy rasmini qo'ymasdan, ismini qo'ymasdan yozadigan insonlar haqiqiy ekanligini mana shu video orqali ko'rishimiz mumkin. Ular xuddi shu jamiyatda yashashadi. Ular xuddi o'zini davlatda, shaharda, qishloqda qonunlardan ustunman deb hisoblashadi. Balki tanish bilishiga, balki puliga, balki kimidirini, o'zida amal yo'q deb o'ylayman, chunki amali bor inson bunaqa qilmaydi. Balki kimidirini amaliga ishonib shunaqa gaplarni gapirishga borish mumkin. Yoki yarim piyola ichgan arog'ini nima deydi? Arog'dan ta'sirlangan holatda sherga aylanib oladi. Kecha qo'zichoq bo'lib yurgan odam. Muammo shundaki, aytganimdek, ularda na ism familiya bo'lmaydi, na rasm bo'ladi. Ularga aloqaga chiqsangiz, 99% qaytib aloqaga chiqmaydi. Hattoki telefonda gaplasha olmaydi. Yuzma-yuz ko'rishishni u yoqda tursin. Chunki urushish uchun emas, shunchaki gaplashish uchun. Siz mana shu aytgan gaplaringizni tushuntirib bera olasizmi deb oddiy savollar so'rasangiz, sizda singil, opa, ona, ayolingiz bormi? Sizga tegishli bo'lgan ayollarga xuddi shunday muomala qilinsa nima degan bo'lardi degan savollarga to'g'ri javob bera olishmaydi. Chunki ularda mantiq yo'q. Chunki ularda mana bu yoqda bo'lish kerak bo'lgan narsa shunchaki bo'sh holatda ko'tarib yuriladi xolos. Shunaqa. Xodimlarni belgilab ketinglar. Jazosini olsin bo'ladi. Men aniq bilaman, ularni topsa bo'ladi, bemalol, muammosiz.